Hoş fiilning 3-chi turi keldik. Hem oxirgi turi keldik. Bu bek muhim. Ben bugün bek muhim degan gapni necha qatib ta'kidlab ketdim. To'g'ri tushuninglar, amaliyotda fe'llarning hammasini aytib, muhim bularning o'rni, kelishi va bularning ishlanishi. Chunki bularning to'g'ri ishlatilsangizlar, siz jumla cho'qim yaxshi qura olasiz va yoki o'zingizni ifodalash bo'lgan maqsadingizni to'g'ri ifodalab bera olasiz. O'z gapimizga kelsak, fe'lning 3-chi turi bo'lsa modal verb deb ataladi. Ro'yolat fe'li deb bir ism qo'ydim. Çünkü bu faqat ve faqat sizin ro'y altınız, qilmoqchi bo'lgan, etmoqchi bo'lgan, qilib bo'lgan, ashyotiga ro'y altınız ifodalab. Modal verbin o'z ichidan 6 ga bo'lindi. Ular tuvanlikcha: müzzin, können, wollen, sollen, dürfen, mögen. Bularning har birisining o'ziga tushlik bir ma'nosi bor. Müzzin degan cho'qim qilishga tegishli degan. Cho'qim degan. Bunday deb aytganda. Zolim bo'lsa cho'qim emas, ammo qilishga tegishli degan. Ya'ni bugün sizin bir termininiz olsa cho'qim bo'lmoqchi bo'lsa, shu müzzin yashaga ishlatasiz. Masalan, siz ig'ir og'rib qoldingiz, ba'zi bir dorilarni yeyishingiz kerak. Shu xil ahvollarda lekin doktor, sen cho'qim shuni yeysa degan vaqtda müzzin ishlatamiz. Siz saqayib ketdingiz. Salla maza emas, ammo ko'rinarli saqayib qoldingiz. Endi ba'zi bir dorilar bor, yeysizim bo'lgan, yemisizim bo'lgan. Ammo amal bor, yeyishingiz kerak bo'lgan bir xil dorilar. Bu xil holatda, ya'ni 100% qilishingiz shart emas, ammo qilganingiz yaxshi. Bu vaqtda biz zo'rlanib ishlatamiz. Können bo'lsa, sizning qilalayganligingizni ifodalaydi bu narsalarni. Dürfen bo'lsa, qilsak bo'lamdi, bo'lmamdi deb haqdan iltijo oltida, ijozat ilishi oltida ifodalanadi. Wollen bo'lsa, endi qilmoqchi, istaysiz. Ama siz qilmagan holatlarda, lekin wollen ishlatasiz. Mögen bo'lsa, ikki xil ifodalanish turi bor. Men birinchi qiladigan bo'lmasa pek qalayim qolib ketishi mumkin. Mögen faqat va faqat o'zingizning amroqligingizni bir narsa bo'lgan narsani ifodalab keldi. Bu fe'llarning tarjimasini mana yozib olsangiz bo'ldi. Endi biz misol orqali sizni ham yaxshi tushuna olasiz deb qarayman. Masalan, men uy ketmoqchi. Bu yer siz ketmoqchi, istak oltingizni ifodalaganligingiz uchun wollen ishlatasiz. Ya'ni ich will nach Hause gehen. Belki bu yerden bir yeni bir formülani tip çıkartışımız mümkün. Yani başta subjekt geldi, kendinden modal verb geldi, onun dinkin objekt geldi, en ahırda olsa verb geldi ya da full verb geldi. Ama full verb herkes özgürlük etmeydi, yani türünüp ketmeydi. O deyip en burun ağam misalimizde, yani ötken zaman şekilde türünüp ketişi bir hacet. Hem asli altılık kasıl oldu. Yani bir misal alsak, ben top oynaşını yaktırma. Yaktırma degende biz başta yapıyorduk, mögen degende bu yerga işlesek bo'ldi deb. Ya'ni ich mag Fußball spielen. Ich degan subyekt, uningki modal verb keldi, ammo cho'qim turinish kerak shaxs bo'yicha, uningki obyekt keldi. Eng oxirida bo'lsa, fe'lniki asli holi keldi, ya'ni spielen. Xo'sh, biz başta olgan ikki misolimiz bo'lsa, bular parchalanmagan fe'l. Balki deyishinglar mumkin, parchalanib ketadigan fe'llar kelib qolsa-mu, yana mushalda saqlanib qolamdi. Elbette saqlanib qoldi. Bu holda parchalanib ketishi shart emas. Parchalanib ketadigan fe'ldan birini misol olsak, aufstehen. Agar modal verb kelmay qolib qolsa, bu cho'qim parchalanib ketishi kerak. Ya'ni men 7 da o'rnimdan qopdim, ya'ni ich stehe heute 7 Uhr auf. Ya'ni men bugun 7 da o'rnimdan qopdim. Ammo siz men bugun cho'qim o'rnimdan 7 da turishim kerak bo'lsa, cho'qim degan gap bo'lganligi uchun, ya'ni ro'y oltingizni ifodalamoqchi bo'lsangiz, müzzin elishingiz kerak. Biz boshda aytdik. Bu vaqtda ich muss heute 7 Uhr aufstehen. Aufstehen parchalanib ketmedi, asli kelib qoldi. Oldin qatimliq darsimizda biz andakin fragen zati to'g'riliq to'xtalib o'tgandik, ya'ni savol jumla. Xo'sh, siz bu qatim balkim deyishingiz mumkin, modal verblarni ishlatib turib savol jumla tuzalaman deb. Albatta tuzalaysiz. Oldin qatimliq darsimizda biz buning formulasini, ya'ni fragen zatisiniki formulasi, oddiy qoidasini yozib chiqqandik. Boshda cho'qim nim keldi? Fe'l keldi, uningki subyekt keldi, uningki obyekt keldi. Mana bu bir savol jumlaniki formulasi. Vaholanki siz bu qatim modal verbni ishlatgan holatdami, lekin o'xshashlar yana bir savol jumla tuzaysiz. Masalan, bir odatdagi bayon jumla deb esa, uning uyi ketkisi bor. Er will nach Hause gehen. Uning uyi ketkisi bormi demoqchi bo'lsak, eng oldidagi er bilan willning o'rnini, ya'ni shaxs bilan fe'lning o'rnini almashtirib olsak, will er nach Hause gehen keyingi albatta savol jumla savol belgisini qo'yamiz. Shu vaqtda bir mukammal bo'lgan savol jumlasiga erisha olamiz. Masalan, bir misol olsak, u jumlasi bo'ladi. Bu yerda bo'ladi degan bir xil ijozat oltida bo'lganligi uchun, shuning uchun biz dürfenni ham modal, ya'ni ro'yolat fe'lini ishlatamiz. Ya'ni dürfenni ya'ni 3 shaxs bilan turilgan vaqtda darf bo'ldi emasmi? Shuning uchun darf schwimmen, ya'ni u jumlasi bo'ldi.
Hem de hoş, özel gitmemiz kayıtıp gelsek, bu çömüz bulamdı diye sual cümleni tüzüş için çokum aldıki şahıs bilen fiilin uğruna almaşıp ötümüz bu vaxtıda darf schwimmen. Yani bu çömüz bulamdı. Bana bu şekilde adlı. Ama bunu çokum bilişki tegişik nersimiz başlayıp ötken 6 tane roy alet fiilini çokum şahıslar qarab türlünüşünü bilişimiz gerek. Misal yapıyorsak, wollen desek, ich will, du willst, er will, wir wollen, er wollt, sie wollen. Mana muşalat tüzümüz. Bular kep bo'lgandek kelam, ya'ni obyektni ekilish orqali, lekin normal bo'lgan obyektni ham undan keyin albatta bir fe'lni ekilish orqali normal bo'lgan bir bayon jumlani ham boshqa shaxs bilan fe'lning ki modal verbning o'rnini almashtirish orqali bir savol jumlani yo'qdan bor qila olamiz. Balkim bayqansiz bugungi darsimizning sig'imini aytib çoğun ötken mezmunlarımın miqdarımı nəhayət jiqulab ketdi. Jarayonda men çoxum sizden davamlıq özünüzdən məşq qilishga muhtojman. Har birisiga birdan jumla tuzib, o'zingiz endi qo'l silib ishlash jarayonida lekin bu texim yaxshi pishqilay olasiz. Valanki ish pishqlash jarayonida agar tushunmagan mazmunlar bo'lib qolib qolsa, asliga inkos altida yozib qo'ysangiz va yoki allaqanday bir jumlalarni yozib, to'g'ri xatolikni jazmlashtiramiz, asliga yozib qo'ysangiz, men va yoki boshqa qiyinlashlarimiz cho'qim yordam bo'lamiz deb qarayman. Xo'p, temsa aman bo'lib qarindoshlarım, kelar sonda ko'rishga aman bo'laylik. Ishlaringizni afut tilayman. Allohga omonat.